Vatanimizdan dushmanlarni qo'g'lab chiqarish ilg'or qurollarga qarashli ish emas. Yetarki bizda jur'at va tarvanmas e'tiqod bo'lganda, oddiy qurollar bilanmi ularning qalbiga qo'rqinish solib, chekindirgili bo'ladi. Biz bugungi sonimizda buning amaliy paketi bo'lgan Nina Xatun bilan tunishib chiqamiz. Nina Xatun Erzurumning Aziziya mahallasida dehqonchilik bilan oddiy turmush kechiradigan ayol bo'lib, uning mahallasi Ruslarning hujumini mudofaa qiladigan Osmoniylarning sepiga yaqin edi. 1877-yilning oxirida Rossiya bilan Osmoniylar o'rtasidagi urushning beshida Ruslar g'olib kelib, Osmoniylarning askarlarini o'ldirib, Aziziya qal'asini egallaydi. Masjidlarning munolarida Ruslarning Aziziya kirganligi e'lon qilinadi. Aziziyaning o'rni strategik jihatda intayin muhim bo'lib, Aziziyaning qo'ldan ketganligi Anadoluning qo'ldan ketganligi bilan barobar edi. Nina Xatunning yo'ldoshi Mehmet Efendi va akisi Hasan bu urushda oldingi safda bo'lib, bir kun burun akisi Hasan ig'ir yaralanib qaytib kelib, Nina Xatunning qo'lida jon uzadi. Vatanining qo'ldan ketganini anglagan Nina Xatun amdili 3 oylik bo'lgan bolasini to'yg'izib emdirgandan keyin bir qo'liga go'sht chanaydigan paltini elib, yana bir qo'liga shahid bo'lgan akisining qurolini elib, ko'chiga to'kilgan xalqning oldida urushga atlanadi. U bu vaqtda 20 yosh atrofida bo'lib, kishilar uningga "Balangizni onasiz qo'ymang, bo'ldi siz urushga chiqmang" deganda, "Balam onasiz cho'ng bo'la oladi, ammo vatansiz cho'ng bo'la olmaydi" degunicha urushga davom qiladi. Bular xalqdan tashkillangan kishilar bo'lib, ularning qo'lida faqat ori paltoga o'xshash dehqonchilik saymonlari bor edi. Shu kuni kech Aziziya qal'asiga yetib kelib, Ruslarga hujum qilib, nurg'un xalq shahid bo'ladi. Ammo qalbi iymon kuchi va vatan sevgisiga to'lgan xalq o'q zambiraklarga qilchimi pisand qilmasdan ilgirlab, Rus askarlarini hang-tang qoldirib o'tadi. Bu urush bir kecha davomlashib, Ruslardan 2300 askar o'lib, chekinishga majbur bo'ladi. Aziziya qal'asi qaytirib olinadi. Nina Xatun bu urushda qonga milangan holatda paltini ching tutgan peti hushidan ketadi. Uning bu urushdagi jasorat va qahramonligini hamma odam birdek e'tirof qiladi. Bu urushdan keyin Nina Xatun Turkiyada emas, Rossiya va boshqa davlatlarda tillarda daston bo'lib, boturlikning simvoli bo'lib qoladi. Oxirgi hayotini Aziyada o'tkazadi. O'g'li Yusuf Chanaqqal'a urushida shahid bo'ladi. Nina Xatun bu urushga qatnashganlar ichidan eng uzun umr ko'rgan ayol bo'lib, 1952-yili amerikalik general Ritchoy uni maxsus ziyorat qilib, agar yana shunday urush bo'lib qolsa qanday qilasiz deb so'raydi. Nina Xatun hech ikkilanmasdan yana qatnashaman deb javob beradi. 1955-yili Onalar bayramida Nina Xatunga Onalar onasi, Osmoniylar 3-qo'shin onasi degan sharaflar beriladi. Nina Xatun 1955-yili 22-may kasallik sababi bilan 98 yoshida vafot bo'lib, Aziziyadagi shahidlar qabristonligiga dafn qilinadi.